Assalomu alaykum aziz kanal a'zolari. Yana bugun obzor qilyapmiz. Lesalarni ishlab chiqarishni davom ettiryapmiz hozirda. Bu yoqlarda ham mana yaqinlashtirsak. Bu lesalarimiz 1.7 senka tanlikda. Ya'ni ko'pchilik o'sha garantiyasini so'raydi boshqa. Hozir mana sizlarga nima uchun bu lesamiz 1.7 senka deyapmiz. Og'ir sabablari bor. Mana bu metalik shotsi 1.7 senka, oyoqlari ham 1.7 senka deyapmiz. Buni kilosini o'lchab ko'rsangiz, mana bizning paddonlarimiz, lesalarimiz 45 kilo beradi. Ya'ni bemalol o'sha qalinligiga, o'sha standartga javob beradi. Boshqa lesalarga nisbatan, ishlab chiqarayotgan lesalarga nisbatan 6 kilo, 7 kilo, vaqt kelsa 10 kilo razlika beryapti. Ya'ni o'sha lesalarni mana ko'rishingiz mumkin. Mana paddonlari lentada, mana ularniki. Lentali paddondan ishlab chiqarishyapti. Bu lesalar ancha yengil. Ya'ni buni vazni ham yengil, yuk ko'tarishi ham, ya'ni mana bu ko'rib turibsiz, lentalarning holati mana. Bizda bunaqa narsalar umuman bo'lmaydi. Ya'ni uzilishlar bo'lmaydi. Sababi ya'ni mana shunaqa lentalar uzilib ketadi. Lekin bizda unaqa narsalar bo'lmaydi. Bizning paddonlarimiz profildan bo'lgani uchun bunaqa har xil shu narsalar bo'lmaydi. Endi bizda ishlab chiqarayotgan lesalarimiz farqi shuki, mana paddonlarimiz qalin profil qo'yyapmizki, ertadan keyin uzoqroq ishlaydi. Uzoqroq ya'ni ishlagandan keyin u arenda beruvchi, ishlatuvchi, qurilishdagi odamlar ham xavfsizligi ham bizdan keyin ular ham baraka topish kerak. Sotib olgan odamlar ham. Inshaalloh shu videomiz hammaga ma'qul kelsa kerak deb o'ylayman. Kelishlaring mumkin. Narxlari mana batafsil berilgan. 680 ming, 700 ming, shunaqa qilib sotyapmiz. 4 taligi bor, 3 taligi bor paddonlarimiz, mana lesalarimiz. Bemalol kelib sotib olishlaring mumkin. Telefonimiz 90lik 533 56 53. Qaytaraman, 533 56 53 90lik bilan. Yaypan O'zbekiston tumanida joylashgan. Telefon qilishlaring mumkin. Sog' bo'linglar. Inshaalloh barakasini bersa hammaga ham kesalarni qilib beraveramiz. Rahmat. Qo'qondan 20 kilometr masofada joylashgan.